Demak, endi bu ochilgan drenajli kranlarni yopamiz. Va yopilgan sekin ana sistemaga suv berildi. Bo'ldi. Bu yerda dalshi bu tomonga o'tib ketmaganligi sababi, demak, bu trassamizda suv bor, davleniya, bosim bor. Lekin ichki tizimga berilmayotgan sababi bu yerda avtomatik magnitli klapan bor. Bu qachonki demak, glavniy shitdan, ya'ni boshqaruv shkafidan buyruq bo'lgandagina bu klapanni ochadi va tizimni to'ldirishga buyruq beradi. Shu asnoda ishlaydi. Xo'p, endigi navbatimiz bu umumiy trassadagi filtrlarni tozalash jarayoni. Demak, bu yerda biz demak, GVS bloki va отопление blokini filtrlarini ko'rdik. Endi umumiy vodoучет, ya'ni magistraldan keladigan kirish va hisob-kitob blokidagi tizimlarni, filtrlarni ko'ramiz. Birinchi navbatda bu trassani kranlarni yopamiz. Ana. Yopildi. Yopildi. Demak, endi bu yoqda yana qilamiz. Yopaylik. Xo'p, endi отопленiyadagini ham. Yopiqmi? Podach apparatga? Bo'ldi. Yopiq ekan. Demak, sekin tizimni bo'shatamiz. Bosim tushdi o'sha. Yana ham tizimdagi suv holati yaxshi. Baribir o'zi quvurni ba'zi bir qismlarida umumiy suv sirkulyatsiya bo'lmay turib qoladigan qismlari bo'ladi. Masalan, filtrlarni aynan mana shu joylarda o'sha suvlar sirkulyatsiya bo'lmagan, turib qolgan bo'ladi. O'shanda suvda quvur cho'kindilari mana shunaqa qora holatga kelib qoladi. Bu tabiiy hol. Bu obrotkani ham bu anaqasini vazohat o'tini ochib olsangiz. Demak, tizim suvdan bo'shatildi. Endi navbat mana bu filtrlardagi zaglushkalarni bo'shatamiz va bir tomondan mana. Mana shunaqa holatlarda demak obslužение ko'rsatish jarayonida prokladka, zaxira prokladkalarga qo'yish kerak bo'ladi, chunki mana shunaqa yirtilish, mana shunaqa holatlari uchrab turadi. Qoyil. Filtr deyarli top-toza.
Buni tozalaversak yana ham. Mana filtrga bitta qarasangiz, mana filtr setkasiga top-toza, sekin joyiga yig'ib qo'yamiz buni. Uni esa sochaveramiz navbati bilan. Obratganimizda lekin filtrda holati ozroq rang ko'rinib qolibdi уже. Lekin bitta tozalab yuborilsa, holatiga qaytadi. Xo'p, bu ITPlar mana shunaqa texnik xizmat ko'rsatiladi va bu o'zini energiya effektivligini doimiy saqlab qolishga yordam beradi bu asosda va buni o'zini demak xizmat ko'rsatish muddatini oshiradi. Ya'ni o'z belgilangan muddatda ishlab berish vazifasini o'tab beradi. Xo'p, umumiy tadqiqotlarga ko'ra demak bu har bitta ITPlar demak energiya effektivligi 30% dan 50% gacha bu qishda qanaqa kelishiga qarab, endi qishda masalan ob-havo juda sovuq keladigan bo'lsa, unda effektivlik uncha kuzatilmasligi mumkin, lekin o'rtacha holatda keladigan bo'lsa, demak 35% dan 50% gacha tabiiy resurslardan va iqtisodiy jihatdan ekonomiyaga erishiladi bu. Iqtisod qilinadi. O'shaning uchun ham bu hozirgi kunda har bitta butun O'zbekiston Respublikasi bo'yicha demak markaziy isitish tizimiga ulanadigan har bitta obyekt yopiq tizim asosida ulanishi demak prezidentimiz ko'rsatmasi bo'yicha Vazirlar Mahkamasining buyrug'i asosida belgilangan. Bu esa mana bu yopiq tizim bo'lgandan keyin albatta teplobmenliklar orqali demak bu tizim yopiq tizimga yopiq konturga aylantiriladi va bu esa o'z navbatida ITP degani, ya'ni teploviy punkt hisoblanadi. Demak ITPlar har bittasi demak quvurlari va teplobmenlikka umumiy temir qismlari issiqlikdan izolyatsiya qilingan bo'lishi kerak bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek har bitta bir-biriga bloklarni bir-biriga ulovchi quvurlari ham va mayda quvurlari ham demak issiqlik izolyatsiyasi bilan qoplangan. Bu yana ham o'zini ITPni energiya effektivligini, ya'ni foydalanish koeffitsiyentini oshirishga yordam beradi. Ya'ni umumiy pomisheniyani yoki ko'chani isitish uchun xizmat qilmaydi bu ITPlar. Xo'p, demak bu yerda ITPlarning har bittasi demak antikorrozion qoplama bilan qoplanishi juda muhim, chunki baribir ITP o'rnatiladigan xonada namlik yuqori bo'ladi, havo haroratidan yuqori bo'ladi nisbatan obichniyga, chunki baribir bu yerda umumiy quvurlar to'plamida issiq suv aylangandan keyin o'zi ITPni o'zi ham ma'lum bir ma'noda как radiator vazifasini bajarib qoladi, o'shaning hisobiga harorat yuqoriroq bo'ladi. Xo'p. To'xtang, mana bunaqalar yopildi. Sekin avratga ochsangiz. Xo'p, sistema to'ldirilish jarayoni mana shunaqa sekin avratga ochilib, sekin to'ldirilishi kerak. Agar birdaniga to'ldiriladigan bo'lsa, bu tizimda bosim birdaniga oshib ketish hisobiga gidroudar, ya'ni o'zbekchasiga suv bolg'asi deydimi? O'shanaqa hodisa yuz berishi mumkin. Ya'ni ma'zi bir
detallar qismlar bu gidro udarni ko'tara olmagan holatda suv qo'yib yuborishi mumkin yoki sinib ketishi mumkin. Mana shunaqa holatlar ham ko'p kuzatilib turilishi mumkin. O'shaning uchun kranlar va sistemamiz to'ldirilayotganda sekin ochiriladi. Sekin. Ana endi bu yerda sekin bu tomondan havolar chiqarib yuborilishi kerak. Baribir havo o'z eng yuqori tochkaga keladi. O'zi bu yerda lekin aslida avtomatik havo chiqargich, avtomatik воздух забрасник bo'lishi kerak. Bu hozir montaj jarayonidagi kamchilik bu qo'yilmagan, lekin yaxshi bu havo chiqarish uchun joy tashlab ketilgan. Hozir demak trassadagi suv berildi, demak davleniya bilan keldi. Mana shunaqa sekin sistema to'ldirilyapti, lekin baribir quvurni eng yuqori qismlarida mana shuncha holatda havo qopqoni bu как пробка vazifasini bajarib, mana shunaqa turib qoladi. O'shaning uchun sistemada havosini chiqarib yuborish kerak bo'ladi. Sekin suv chiqdi mana. Oldida havo ham bor hali. Ozroq suvni chiqarib yuboramiz mana shunaqa. Demak, tizimda deyarli havo qolmadi desak ham bo'ladi. Xo'p, podachani qildik, endi obratga. Mana shuning uchun avtomatik havo chiqargich kerak. Ozroq buni ham havosini chiqarib, butkul chiqib olishini kutamiz. Xo'p, sekin boyagi demak, podacha bilan obratga kranlarni ochamiz. Ana o'sha tizimda sirkulyatsiya boshlandi, lekin baribir havo bor. Chunki quvurni tomonda qolib ketgan havolar Xo'p, tizimda suv aylanyapti. Demak, ichki tizimni sekin ochiq holatda, demak, sekin shitni yoqamiz. Umumiy glavniy pitaniya beramiz va GVS blokini o'zinigina yoqamiz. Tizim ko'zdan kechiriladi, avtomat rejimga qo'yiladi. Xo'p, bu yerda indikatorlarni bitta tushuntirib bersangiz, Fazliddin. Bu GVS qismimizning boshqaruv moduli upravleniyasi TTR. Xo'p, hozir bu yerda ko'rib turganimiz 43.9 gradus issiq suvimizni iste'molchilarga uzatilayotgan gradusi sirkulyatsiya qilib bo'lgandan keyin sistemadagi profilaktikada sovib qolgan suv isitib, yana qaytarib
chiqarib beradi. Maksimal gradusimiz 55 gradusga qo'yilgan, hozirgi gradusimiz 43.8 gradus. Mana shunaqa hozirgi tizimda mana bu ko'rishimiz mumkin. Demak, tizimda polli avtomat rejimda ishlayapti. A belgisi demak, tizim avtomat rejimda ishlayotganini ko'rsatuvchi indikator hisoblanadi. Klapanlar, nasoslar ham hammasi avtomat rejimda. Mana sekin gradusimiz ko'tarilib bormoqda. Demak, tizimdagi suvni sirkulyatsiya qilish hisobiga. Demak, ITP tizimi umumiy qo'yilishidan maqsad demak, iste'molchi uchun birinchi o'rinda demak, iste'molchi foydalanuvchilar uchun komfortli, ya'ni qulay temperatura, qulay foydalanish uchun qulaylik, qo'shimcha qulaylik yaratadi. Shundan tashqari yana bu tabiiy resurslar va energiya iqtisodi uchun как innovatsion yechim sifatida keng joriy qilinmoqda bu mahsulotlar, individual teploy punktlar. O'shaning uchungina bu tizim ko'p joylarga уже qo'yilish tavsiya etilmoqda yoki talab qilinmoqda. Xo'p, demak, bunda bu ITP qilib turadigan narsa, demak, buni tashqi havo haroratiga qarab ichki tizimni haroratini bir xil ushlab turadigan pogoda зависимый avtomatikasi hisoblanadi. O'sha asosida tizimga mo'tadil, barqaror haroratni yetkazib berishini ta'minlaydi. Demak, bu tizim avtomat rejimda ishlamaydigan bo'lsa, demak, o'zi belgilangan ravishdagi, belgilangan ko'rsatkichdagi iqtisodga olib kelmaydi. O'shaning uchun ham bu tizim demak, bir qarashda ozgina murakkab tizimdek ko'rinishi mumkin, lekin o'zi aslida umumiy jarayonlar ketma-ketligi, avtomatlar demak, sezgir elementlari bir-biriga bog'liqligiga o'sha asosida ishlaydi. Demak, ITPdan yana bir qo'yilishdan asosiy maqsadlardan biri demak, obyekt yoki bino, uy bo'lsin, maktab bo'lsin, bog'cha bo'lsin yoki biror kommersiy zdaniya bo'lsin, demak, obyekt umumiy demak, faktiski iste'mol qilinayotgan issiqlik energiyasi uchungina haq to'lash, ya'ni shaffof hisob-kitobni ta'minlash uchun xizmat qiladi. Buni maqsadda bizda bu yerda kirish va hisob-kitob blokimizda issiqlik energiyasini o'lchovchi счетчикlar qo'yilgan, hisoblagichlar qo'yilgan. Ya'ni bu yerda ultrazvukovoy metodda ishlaydigan, ya'ni ultratovushli metodda ishlaydigan счетчикlar, расходомерlar, hisoblagichlar qo'yilgan. Bu podachadagi va bunimiz обраткадagi bu ultrazvukovoy hisoblagichlar, ya'ni расходомерlar hisoblanadi. Umumiy, demak, buni umumiy obyekt energiyasini hisoblash uchun, qancha iste'mol qilinayotganini hisoblash uchun esa bu yerda vычислительlarimiz, ya'ni buni bu ikkalasini miyasi desak bo'ladi, bu hisob-kitob qilib beradigan. Demak, hozir obyekt shu vaqtgacha 1012 gigakaloriya issiqlik energiyasi iste'mol qilgan ekan. Va shu zaylda demak, obyekt o'zi qancha energiya iste'molini shaffof ravishda demak, bilib borishi mumkin, hisob-kitob qilishi mumkin. Ya'ni bu oldingi demak, kvadraturaga qarab hisob-kitob qilish uje sekin bosqichma-bosqich shu zaylda voz kechiladi va obyekt yoki biror foydalanuvchi iste'molchilar o'zi ishlatgan, foydalangan faktiski demak, realniy energiya uchungina, issiqlik energiyasi uchungina hisob-kitobni amalga oshirishadi. Demak, bugungi yoritiladigan qismimiz demak, ITPlarga nima deydi, davriy xizmat ko'rsatish edi. Yana bunda hozir ko'p qismlar, ya'ni asosiy teplomenniklarimizni promivka jarayonini o'zi keyingi videoroliklarimizda taqdim qilamiz. Demak, hozirgi umumiy birinchi zaylda demak, davriy tez demak, ko'p spesialniy maxsus instrumentlar talab qilmagan holatda individual teploy punktlarga davriy yoki joriy xizmat ko'rsatishni qisqacha ko'rsatib o'tib ketdik. Qisqacha shu hozircha bizga bugungi.